Qiyomat surasi Makka da nozil qilingan 40 oyatdan iborat. Surada qiyomat kuni ro'y beradigan hodisalar, qayta tirilishning haqligi, hisob-kitob, jazo va mukofotlar, dunyoparastlikning salbiy oqibatlari, oxiratda jannat ichra Alloh o'zi tanlagan solih bandalariga didorini ko'rsatishi, shirk va kufrda o'tganlarning yuzlari qorayib ketishi, o'lim achchig'i va boshqa ma'lumotlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Qiyomat kuni bilan qasamyod eturman. Yana malomatchi nafs bilan qasamyod eturmanki, qiyomat kuni qayta tirilib hisob kitob qilinursiz.